Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Dua hakkında toxtalımız. Dua Müslüman adamның hayatında intayın mühim orun tutudu. Onun rolü çoğun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ed-dua'u huvel ibade." Dua ibadettir deb ko'rsatgan. Yani dua qilganlik Alloh taolaga, uningga ibodat qilganlik. Dua qilish orqali 3 turlik ibodat qilgan bo'lamiz. Birinchi, tavhidni jakarlagan bo'lamiz. Alloh taolaning bor ekanligini, bir ekanligini, dua qilishning duosini anglab turadiganligini va uni qabul qiladiganligini jakarlaganlik bo'ladi. Chunki yo'q kishidan bir narsa so'ralmaydi. Şuna Allah Teala'dan biz hacetimiz sorganlığımız Allah Teala'nın bar ekanligini ameli hareketimiz bilen, ameliyetimiz bilen jakarlaganlık buldu. İkincisi, dua ibadetini voyaga yetkizip kılganlık hesaplandı. Çünkü başka ibadetlerini kılganda insan yani bazıda gaflatda qilishi mumkin ibodat qilish jarayonida, ba'zi bak samimiy bo'lmasligi mumkin, ammo duo qilganda o'zining hojatini Alloh taoladan so'rab, o'zining ojizligini, Allohning qodir ekanligini izhor qilib, shunda iltijo qilgan vaqtida u eng samimiy, eng obrazli ibodat qilgan bo'ladi. Yani ibadetin maksat şu, ibadetin asası maksatı bütün ibadetlerinin bende yüzünün acizliğini itiraf kılıp Allah Teala'nın uluğluğunu sözleş, uluğluğunu izhar kılış maksat kılındı. Bu şu duada en görünürlük ifadesini tapıdı. Üçüncüden Allah Teala'nın muhabbetiki sazavər buldu. Çünkü her kandak ibadet, yani Allame İbn Teymiye deydi, ibadet degan Allah yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishlarning hammasi ibodat deydi. Endi biz shu duo qilib Allohga yalvarish orqali Allohning sevgisiga, muhabbatiga erishimiz, shu ibodatlarni qilish orqali hamda. Endi duoninki ijobat bo'lishining shartlari haqida to'xtalsak, birinchi ixlos. Endi duoni qilgan vaqtida chin yurakdan samimiy Alloh taolaga yelinip durup, özümüzün acizliğini izhar kılıp, Allah'ın uluğluğunu itiraf durup dua kılış. İkinci, bizden yemek içmekimiz, kiyim keçikimiz halaldan buluş. Çünkü haramdan yemek içmek yap, kiyim keçekni haramdan kiyip kılganın ki duası icabet olmaslık hakkında Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadis var, sahih hadis yani. Birov nayt bichar bir qiyofatda deydi. Bir bichar qiyofatda kelib, qo'lni ko'tarib, "Ey Robbim, ey ilohim" deb duo qildi. Uning yemek ichmagi haromdan tursa, kiyim kiygini haromdan tursa, uning duosi qanday ijobat bo'ldi deydi. Yani aşında bichar holatdagi odamning duosi ijobat bo'lishi kerak, lekin uning yemek ichmagi haromdan, kiyim kichigi haromdan bo'lganligi uchun duosi ijobat bo'lmaydi deydi. Onundan keyin duoni cho'qim qabul bo'ladi degan umidvorlik bilan qilish kerak. Qilib qo'yay buni zini bo'lmagan ekan degan duo ijobat bo'lmaydi. Qilib qo'yay, zini bo'lsa bo'lar, bo'lmasa bo'lmas emas. Cho'qim bo'ladi, Alloh cho'qim berdi degan ishonch bilan qilish kerak. Shuna duo qilishda haqiqiy samimiy bo'lish kerak va Alloh taoladan umid kutgan holda qilish kerak. Yani duanınki haqiqiy duanın ijobat bo'lganligida shak yo'q yani. Peygamberlerning qissalarini ko'ramiz, masalan, peygamberlerning qilgan duosininki ijobat bo'lganligi, Yunus Aleyhisselam'ın beliqning qarnidan saq chiqqanligi, Muhammed sallallohu alayhi vasallam'ninki kafirlar qo'g'lab hijratdan nim qilganda shularniki saqlanib qolganligi, Yusuf Aleyhisselam'ning turmadan, zindandan saq chiqqanligi, hammasi shularniki duosining ijobat bo'lganligining ifodasi. Hem de sahabelerden Sa'd ibn Abu Waqqas radıyallahu anhu bir qatim Peygamber Aleyhisselam'a gelip bana bir dua kılsa, ben bir duası icabet bulduğum bir bende olsam, yani duayımın icabet buluşu için bir dua kılsa degan Peygamber Aleyhisselam onunla yemek içmekini halaldan kılgan duayın icabet buldu depli gösterken. Şundan keyin bu kishi halal haromni intayin bek shu ilg'aytgan bo'lib ketganda intayin halal
halol haromni ilg'aytgan bo'lib ketgan. Masalan, buningki hikoya qilinishicha, mushu sahobaninki bir echkisi bor ekan. O echki bir kuni shu dam echkining suyini sutini sig'ib ichidi ekan bu hamda. Bir kuni bir qo'shnisiningki beqqa kirib o'tlab chiqqanlikni ko'rib qolibdi-da. Ko'rib qolgandan keyin bu endi qo'shnimninki haqqini yepsepti bu. Buning sutini ichmayman deb oxirgacha shu echkining sutini ichmagan ekan bu kishi. Endi bu kishi mushunda o'zini shunda saqlaganda keyin Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning davrida buni mushu Iroqqa Kufa shahriga vali qilib avatdi ekan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Aşağıdamda Kufa şəhərindən bəzi kişilər tərəfindən şikayət keldi ekan bu Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning qishig'a. Siz avatgan vali yaxshi emas. Biz bundaq ish qilib siz degandek andaq yaxshi xizmatlarni qilmayotdi degan ekan. Maxsus bir guruh avatgan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tashrif qilinglar deb ishonchli sahobalar. Avatgan ekan. U sahobalar adam to'plashqa ya masjid bo'lgan ekan. Ajib masjidlarga berib Sa'd ibn Abu Waqqas haqida nima deysizlar degan ekan. Hamma masjidlarda haqiqatan mu'min, Allohning haqiqatan zohid, taqvo bandisi, shunday yaxshi kishi, bizga shunday yaxshi qarayotdi, ishlarimizni adolat bilan qilyapti degan. Hamma shunday degan. Bir masjidga borganda bir odam o'rnini qo'pab Sa'd ibn Abu Waqqas jihatdan qochdi, adolat bilan hukm qilmaydi, zulm qiladi deb aytdi degan ekan. Sa'd ibn Abu Waqqas roziyallohu anhu o'rnidan turgan. Sen mushu gapni riyo qilish uchun o'zingni ko'rsatish uchun munda degan bo'lsang, menda yo'q mushu narsani munda degan bo'lsang, bo'libdi senga shunda bir duo qilamanki, Alloh sening umringni bak uzun qilsin, faqirligingni ziyoda qilsin, xar qilsin seni deb duo qildi ekanda. Shundan keyin u odam rost deganda shu natib bak juq uzun ömür ko'rgan, ammo qattiq xarliqda qolgan. Haliqi olajo'qi so'zlaydigan, ayda bulab qolgan ekan, o bolalarni ancha xalmaydigan bulab ko'chaga chiqib yo'ldan o'tganlarga chaqchaq qilgan. Ayda kallasi joyida emas, shu kipriklari o'sib, shu ko'zini to'sib olgan. Shunda xarliqda ayda o'tidi ekan, u deydi ekan, men Sa'd ibn Abu Waqqasninki duosiga ketib qoldim, badduosiga ketib qoldim deganda bu amaliyotda bo'lgan voqeamdi. Adil ulamolardan birisi deydi, Abu Aqil degan bir ulamoninki ahvolini deydi. Abu Aqil degan kishi intan faqirkan, shu Ka'bani tavob qilayotgan vaqtida uni bir ko'mzak shu nima ekan, oltin va ichida bir marvoyatmi bor, shunda qimmatli olmos ayna binasi bor bir ko'mzak uchraydi ekanda shada. Tavobdamdi. Bizning yanchiqni tushib qolgan o'xshaydi. Uchirgandan keyin oshining igisini izlab e'lon qilib yuribdi. E'lon qilib yurgandan keyin bir qara odam mushnasini munda binas ko'danini da'vatatdi. U odam falon tarafga ketdi degandan keyin ma'qul deb oqisini basa shu qara odamni tepib, "Sening binasing tushib qolganmi?" degandan keyin, "Ha, ishida nima bor?" degandan keyin ishida bunda binas bor degandan keyin rost qarab baqsa shu narsa bor ekan. Degan shuni bir o'tganda uni birtgan o'zi shunda kambag'alamdi, intan muhtoj, shuni birtgan bir vetibla tavobga aldirab ketgan. Ketib yillar o'tdi ekan, 20 yil o'tdi ekan. 20 yil o'tib u odam shu Shamga berib qoldi ekan. Shamga berib bir masjidda namoz o'qisa, endi shu masjidning odamlari siz nati qiroatingiz yaxshi ekan, bizga imom bo'lib bergan bo'lsangiz. Hem siz bu musafirkensiz, biz sizge öy joyingizni qilib bersak, hatto o'ylab qo'ysak, mushat qolgan bo'lsangiz degan ekan, ma'qul deb qolgan ham. Ishimiz yo'q ayda kambag'al kishi ekan u Abu Aqil degan ulamo. Ma'qul deb qoladi ekan, qolgandan keyin jamoat bir uy tutib turib shuni bilan miyada bir odam bordi, nayt solih yaxshi odam bordi. U odamninki shu uy dargohi bidan qizig'ini qoldi, u qizi o'ylanmagan. Xolisinde shu qizga bir xirda avatib sizni yo'l o'ylab qo'yilamo degandan keyin ma'qul etgan. Shuni bilan u qizninki qishqa elchilarni avatgandan keyin hamda aşağıdaki o'zi dadasininki do'stlari, tunigan kishilar kirgandan keyin tamom sizlar qanday loyiq ko'rgan bo'lsangiz, yaxshi odam bo'lsa, solih odam bo'lsa bo'ldi degay etgan. Shuni uni to'yni qilib qo'ygan. To'yni qilib bir qancha kun o'tgandan keyin shu uyda shu odam shu tepilib, Ka'baning yendi tepilib, bir qaradamga topshirib bergan ko'mzak shu uyda uchrab qolganda
Ayolning qishi shuni ko'rgan. Bu nima ko'mzak deganda, dadam bizga shu miras qolib ketgan degan. Yo bu ko'mzakni men Aşı haramda tepib olib, shu bagantim bir odamga deganki, mening dadamdi shu. Dadam shu ko'mzakni akilab, aşı hamisha kecha tahajjud namozlarida shunda duo qiladi. Ey Alloh, mening shu birla qizim bor, shu qizimni shu ko'mzakni tepib akib bergan odamdak solih Allohdan qo'rqadigan odamga yotliq bo'g'il nasib qilgin deb duo qiladi. Hamisha shunda duo qilgan dedi. Shundan keyin adam yig'lab ketgan hamda. Demak, Allah Taala o adamning duosini Ka'bada ijobat qilib, ayna solih odamni, shunda solih bir odamni kuygal qilib olsam deb tilab ekan, shu solih odamni uyga akib bergan gap hamda. Allohga hamma narsa o'ng'ay qo'ydi. Endi Hatimul Asam deb bir olim bor. Hatimul Asam deb taqvo kishi ham shu Mavara Nahr tarafdan chiqqan kishi ekan. Endi solih kishi ekan, yaxshi. Bir kuni o'zi kambag'al kishi ekan hamda. Bir kuni men bu hajga berib kelsam deb qo'pabdi ekan, ushoq bolalar bor ekan. Balları ayol hammasi qarshi chiqibdi-da, bizni de och qolib, bizninki ya boshqa bir tafovutimiz bo'lmasa, sen haram ketdim deb kelsan, o chaqda hozirgidek hamda 15 kunda bir oyda berib kelmaydi hamda u 6 oy ketibdi hamda. 6 oy ketib berib kelishgan. Shuda uloqlar bo'lib borganda ekan. Qarshi chiqdi ekan. Qarshi chiqqandan keyin kichik qizi, shularniki bolalarning ichidagi kichik qizi, 13-14 yoshlardagi qiz o'xshaydi. Shu qiz o uydagilarga qarshi chiqqan. Sizlar nima deyapsizlar? Sizlar otimizni rizq berguchi, roziq deb o'ylayapsizlar. Rizq berguchi Alloh. Otimiz faqat shu Alloh bergan rizqni bizga akib beradi. O tadimiz haramga kessimi Alloh taolo boshqa yo'l bilan bizga akib berdi uni. Allohning rizq berdiganligiga nima ishonmaysizlar? Deb turgan ekan, buniki gapi nihoyat mantiqli bo'lgan ekan. Uydagilar qoyil o'tgan, u dadasi nihoyat xushallab qizini suyab qo'yib, tayyorlik qilib haramga yo'lga chiqdi ekan. Kambag'al hamda yo'lga chiqqandimi, ash boylarninki etini yetilab, ashlar bilan billa burunqi zamonda bizni miskinoji demishgan shundoq. Halqa ishimiz yo'q, ana kambag'allar boylarning eshaklarini, otlarini yetilab, billa hajga borgan, ana shu qusqun to'yg'izab qo'ygan billa xabar topadigan, shuni haj qilib ketgan. Shu tariqada mang'itgan o kishi. Mang'andan keyin 1-2 kun o'tadigan, 2 kun o'tash jarayonida uydagilar qizga tapqilg'il turtgan, qo'shnilarimga kirib ularga, sizlar qanday odamlar bu dadangni nimishga yo'lga solib qo'ysizlar, sizlar ya bir kirimingni bo'lmasa och qolmamsizlar. Qanday qilsa degandan keyin uydagilar texmi ochilib, mushu ashundoq deb, shuni ular ketdi deb aniga tapqilg'il turgandan keyin o qiz bola qo'lini ko'tarib Allohga duo qilgan. Ey Alloh, sen meni sening rizq berguchi ekanligingga iymonim komil, meni shu oilamning oldida yüzümni tuyan qilmagan, bizning rizqimizni bergan deb duo qilgan. Shuning bilan aytsa o'tsa podshoh shu vezirlar bilan shikarga chiqib ekan. Shikarga chiqib qaytib kirishdan ayt usab ketibdi. Usab ketib, shularning uylari bir yezidi chetitiroq bir uyga o. Aşağıda to'xtab, shu uyda bir muzdek suv bir ochiqinglar degandan keyin xizmatchilar kirib ketib suv so'g'andan keyin shu muzdek suvni quduqning suyini ochib birtgan. Suvni ichib andin bu oila qanday oila ekan bir uqib beqinglar degandan keyin veziri uqsa qo'shnilardan bunda dadasi hajga ketdi, uyda hechimiz yo'q, tirikchilik yo'q, binasi yo'q, 2 kun bo'libdi binasi yemabdi bular. Suv ichish bilan uni mundaq poch bilan binasi bilan shunda hayot kechiribdi degandan keyin Alloh bizni akibdi bu yerga deb yendiki hamyondiki shu tilla, kumush, shu pullarni hamda tilla, dinar deganlarni biz mushularga berib ketaylik deb shu vezirlarga endi kelgan odamlarga hammanglar yeningildagi shu hamyonni bo'shitib hammani mishak beringlar, men xazinaga borganda sizlarga ziyodasi bilan berma deb o'zining yendikini hammani tashlab berib ketibdi. Tashlab berib ketgandan keyin u oilaningki jiq bir kirim kiribdi-da hamda. O ketibdi. Ondan keyin dadasi hojilarning shunday xizmatini qilib yo'lda menish jarayonida bir yerda to'xtab ekan, shu hajga mangan boylarning ishidan birisi qattiq og'rib, uningki mavu
ismida yuqorilab ketibdi. Shuning bilan ular uni qilib qilibdi, buni qilib qilibdi, orasida doktor yo'q hamda. Endi charimiz yo'q. Bir solih bir odam bo'lsa, bir Allohga duo qilsa, bir foydasi bo'lib qolarmi deganki qarab, odamga qarasa, mushu yaxshi odam ekan, mushudan bir duo tilayli degandan u odam qo'lini ko'tarib, rasmiy ashu samimiy holda endi musofirning duosi ijobat qildi. Allah Taalaga duo qilibdi. Duo qilgandan keyin odam asta-asta saqayibdi. Saqaygandan keyin bu odamning qimmatini bilib, ular u odamga maxsus otni berib, shu pul molni berib, uzuli o'xshash ayda hamroh qilib, ayda qilibdi. Qilgandan keyin shuni bilan endi bu odam uydagilarim qanday qilib qolgan-to deb xiyol surib ketib bo'lsa, oqisidan bir karvon yetib kelibdi. Yetib kelganki u uydagilarning xabarini kelibdi. Uydagilarning xotirjam bo'lgan podshoh egi bo'ldi ularga. Debdi shunun ha uyamdagilarga podshoh menga miyada boyli egi bo'ldi. Allohga shukr deb xotirjam hajni qilib kelibdi hamda. Xotimul Asam hamda. Onun için hozir shu o'zimizningki yashayotgan jamiyatdagi bir hafta burun men bir ulamodan anglagan bir qissada Saudiya Arabistondagi soqchilardan birisi Makka shahrida soqchilardan birisi bir bunday qissani deb turibdi. Endi bu yerda iqomati tugab ketganlarni, iqomati yo'qlarni shu yo'lda tutib oliblar, apriblar o tarhil deb bir vaqtliq tutib turtqayadi saqlab turib, bir haftadan keyin biletni o'zi elib yutug'i qo'g'layotgan ish bor hamda. Qanday qildi bular? Bir sudonliq bir ishchini yo'lda tutib olibdi. Shu iqomati yo'q ekan yoki o'tab ketganman. Tutib olgandan keyin tutib olib mashinaga silib mengibdi soqchi degan uning nat yalvirib ketibdi. Men tegib bir qancha oy bo'lganda kagili iqomatni ep bo'lmagandan ballalarimga ishlab istab pul akilman, hadiyani akilman deb va'da berib ketdim. Hozir qo'limda hechimi yo'q, yanchiqimda bir tinmi yo'q. Mushunda uyamga kelsam qanday bo'ldi? Menga bir haftalik muhlat bergin, bir qancha kunlik muhlat bergin. Men ash bir yerda pullarım battı, başqalardı altqınımni elib, hadiya bilirimni evilib, men saqchiga üzem kilay, men shu chaqda yo'lga saqin deb qattiq yalvirdim. Qattiq yalvirib, yig'lab turib shunda qismi o saqchi deb ko'nglim qat'iy yumshimidi dedi. Chunki men ash vazifani ado qilgan odam. Bundaqlarning natijasini ko'rdim men deb. Amaliyotda men Saudiya Arabistonning saqchilari intayin qattiq qo'landi. U qancha ash gap qilib tursa, qat'iy anglamaydi gapni. Gapni qat'iy anglamaydi. Ha qancha fusha o'zining gapida gap qilib bersin, gapini qat'iy anglamaydi. Gap qilg'ilimi qo'ymaydi, o'zining bilganini qiladi hamda. Shuning bilan o shunda yalviribdi, yalvarsam yalvardı, qalbim qat'iy yermidi. Yo'lda ketib bir yerda qo'shiqimizni ichib qoldi, uning bilan birga kafeteriyaga berib nimada Birden qo'shiqimizni to'yg'izib mangdoq shu jarayonda qo'limni tutib turib shunda yalvirib yig'lab ketdi. Qo'yib bergan men qayta kelaysining qishingda men ballalarimga quruq qo'lqanda borman deb shunday qism ko'nglim faqat yumshimi dedi. Shuni bilan yumshimagan ekan, o mashinada o'tirib buni umidini uzib Allohga duo qilishga boshladi dedi. Ey Allah deb binasini deydi gapini tushunmaymi ish qilib yig'lab turib shunda Allohga duo qildi. Duo qildi, men menga vatma duo qildi. Endi ashu onu aprib vaqtliq turma xili aliq uzun o'xshaydi. Aşağı appag'ichilar duo qilib mangdi deydi. Ashu turmaning yeniga yaqin qolgan chaqda bizga butun ajnimidan saqchidan nima keldi deydi. Haliqa uqtirish keldi. Hozir qo'lingizda tutgan odamlarni hammani qo'yib beringlar, chunki men yerda ma'vo bizning vaqtliq tutib turish yerda o'rin qolmadi. Saqlay olmaymiz uni. Qo'yib beringlar dedi. Zaten onu uçağı qo'yib bermasa, mashinada o'zi saqlash kerak. Mashinada qanday saqlaydi? Ya uyga ketdimisa. Shuning bilan majbur qo'yib berdim. Shuni qo'yib berib, kechirgan, sen qanday ulug'ada, menga duo qilib qo'ygan dedim deydi. Duo qilib qo'ygan degandan keyin men duoni Allohga qilib bo'ldim deb gap qilmay ketdi deydi. Shu gapni bir ulamoga deb turibdi, shu saqchida. Demak, endi Allohga shu duo qilibdikan, qanday bir sabab bilan bo'lsin, bir qanday qilib uni shu qutqizib qolibdi endi. Bu bo'lgan ish endi, bo'lgan voqelikcha. Demak, endi Alloh taolo qilgan duo ba'zi duolar shu bizning ishimizga manfaatli bo'lsa, u darhol ijobat bo'ldi. Agar hozircha bizga manfaatli emas, keyinroq bizning ishimizga yarayotgan bo'lsa, Alloh taolo uni kechiktirib, shu vaqti kelganda ijobat qilib turdi. Buningga meningmi beshimda o'tgan nati jiq qisilar bor, ham deb bo'g'ilmaydi endi bunda.
Ondan keyin ijobat qilsa bandaga ziyon yetitgan bir duoli bo'ldi. Banda o'zining foyda ziyonini bilmaydi-ku, lekin Alloh taolaning binasida o'tmadi. Million pul bergin Rabbim deb tilaydi mesela. Million ba'zi bir vaqtida Alloh taolo keyin. Lekin bu million odamni yo'ldan chiqarib olsa, odamni buzib olsa, o'cha chataqlikda shu Alloh taolo odamning xarakterini bilgandan keyin ba'zi bermaydi. Ba'zida ash odam yaxshi yo'lga ishlatalayotgan odam bo'lib qolsa, birido. Yaxshi yo'lga ishlatamay yo'ldan chiqib qolgan odam bo'lsa, u odamni asrash uchun bermaydi. Ammo bermasa, shu qilgan duosiningki sababi bilan uni bir yomonlikni saqlaydi yoki unga boshqa bir yaxshilikni ato qildi. Undan keyin faqat ijobat bo'lmasa, masalan, hammadan men podshoh bo'lay deb duo qilsa, hammadan podshoh bo'lib kelsa, fuqaro nerede qoldi? Kim fuqaro bo'ldi u chaqda? Masalan, unda duolar ijobat bo'lmoqchi, tamammi? Masalan, kunni mashriqdan chiqarib bergin yo mag'ribdan chiqarib bergin deganga o'xshash qilmada ijobat bo'lsa bo'lmayotgan bir duolarni qilsa, tamam, shu duo qilganning xotirasi uchun ashuni saqlab qo'yib, oxiratda Alloh taolo ash qilgan duosining mukofotini beradi. Bir hadisda deydi, Alloh taolo bandiga qiyomat kuni deydi: "Ey bandam, sen falan çağımda dua qildim, duoyingni ijobat qildim, shundami?" Albatta ijobat qildi Rabbim dedi. Falan çağımda dua qildim, duoying ijobat bo'lmadi, shundami? Ha, albatta duo ijobat bo'lmagan degan. Ash ijobat bo'lmagan duoning mukofotini olamini deb mukofot berdi deydi. U chaqda banda deb qoldi deydi, "Kashki ash dunyodagi duolarning hech qaysi ijobat bo'lmay, mush oxirat uchun qolgan bo'lsa, bo'ladi ekan" deb qoldi deydi. Demak, qo'l ko'tarib Alloh qilgan duoning hiç qandaq zaya ketmeydi bu dua. Hiç qat'iy zaya ketmeydi. Ya ijobat oldu, ya keyin ijobat oldu, ya şu sebeplik günahımı mağfiret oldu, şu sebeplik bala qazadını saqlab qaldı, şu sebeplik başqa bir narsani, bir yaxshilikni ato qildi, yoki oxiratda bizga shuning mukofatini Alloh taolo saqlab qo'ydi. Şuna Allah'a dua qilish ibadetlerinin en ko'rinarligi. Alloh taolo hammamizni duosi ijobat bo'lgan mu'min bandlardan qilg'ay. Amin.